Mamlakatda davom etayotgan dolzarb 90 kun doirasida yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish maqsadida viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, Toshloq tuman hokimligi hamda Yoshlar ishlari agentligi tuman bo'limi hamkorligida vatanparvarlik tadbiri o'tkazildi. Unda asosiy e'tibor yuzaga kelishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarning oldini olish, ko'ngilsiz holat yuz berganda yoshlarni to'g'ri harakat qilishlari bo'yicha bilim ko'nikmalarini oshirishga qaratildi. Tadbir shartiga ko'ra ishtirokchilar guruhlarga bo'lingan holda men qutqaruvchiman va qutqaruvchi bolalar musobaqalarida o'zaro bellashdilar. Dastlab yoshlar favqulodda holatlar, ularning kelib chiqish sabablari hamda oldini olish yuzasidan ustoz murabbiylardan olgan bilimlarini test sinovlarida namoyon etdilar. So'ng favqulodda holat yuzaga kelganda jabrlangan shaxsga birinchi yordam hamda tibbiy xizmat ko'rsatish bo'yicha xatti-harakatlari sinovdan o'tkazildi. Hamda ishtirokchilar 5 kilometr masofaga estafeta usulida yugurish bellashuvida ishtirok etdilar. Arqon tortish bellashuvlari ham qiziqarli tarzda o'tdi. Har bir shart bo'yicha ishtirokchilarning xatti-harakatlari hakamlar tomonidan baholab borildi. Musobaqa yakuniga ko'ra raqiblariga nisbatan ustunlik qilgan Axshakguzar mahalla yoshlari g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Qumqishloq hamda Farog'at mahallalari yoshlariga faxrli 2 va 3 o'rinlar nasib etdi. G'olib va sovrindor jamoalar tashkilotchilar tomonidan diplom hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar.